Assalomu alaykum. Bugungi podkastimiz Labo mashinasi haqida bo'ladi. Bunga bizga Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot kotibi Raimjonov Abdumajid yordam beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Juda ham dolzarb mavzu tanlangan. Ya'ni shu so'nggi paytlarda o'zi bizni viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasini ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalariga ham juda ham ko'p murojaat keladi. Aynan Labo transport vositalari bo'yicha. Bizning obunachilarimizdan bir qancha savollar kelgan. Shulardan sizga savollar beramiz. Labolarga hozirgi kunda tentlar o'rnatishyapti. Har xil yig'ishtiriladigan, yig'ishtirilmaydigan, izotermik budka. Bularga qanday hujjat qilinadi, kimga uchraydi va qanday holatlarda shofyorlar nima holatiga qarab ish qiladi? Xo'p, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 30-noyabrda 758-sonli qaror tasdiqlangan. Bu qaror aynan avtomotor transport vositalarini qayta jihozlash va unga ruxsatnoma olish tartibi bo'yicha ushbu qarorda talablar aniq belgilab berilgan. Ya'ni Labo rusumli transport vositasini shu bortiga tentli yig'ishtiriladigan yoki pastdan turadigan yoki bo'lmasam shu izotermik materiallardan foydalangan holda yoki furgon sifatida o'zgartirish kiritish uchun albatta birinchi navbatda davlat xizmatlariga ariza tashlaydi. Jismoniy yoki yuridik shaxsga tegishli bo'lgan shu Labo rusumli transport vositasini qayta jihozlash uchun deylik, shu bortli tentli qilish uchun, yig'ishtiriladigan tentli qilish uchun davlat xizmatlariga, ya'ni mygov.uz orqali shu ma'lumotlarni kiritib ariza qoldiradi. Arizada aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Qayta jihoz turida belgilab qo'yiladi. Ya'ni men Labo rusumli transport vositasini shu bortli tentli qildirmoqchiman. Shu bo'yicha arizalarni kiritib, to'lovlarini o'tkazadida bu ariza ko'rib chiqiladi. Ariza ko'rib chiqilgandan keyin fuqaroga bildirishnoma keladi. Ya'ni ruxsat berilganligi haqida. Ruxsat berilgandan so'ng fuqaro transport vositasini o'zgartirish kiritishi mumkin. Ya'ni shu bort tentli qilib o'zgartirgandan keyin 10 kun muddat ichida hududiy yo'l harakati xavfsizligi xizmatini ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlarida transport vositasini qayd etish guvohnomasi, ya'ni texpasportni almashtirib olish kerak bo'ladi. Shofyorlardan ayrimlari o'ziga yig'ishtiriladigan tentlar qildirgan bo'lsa, keyinchalik u yig'ishtiriladigan o'ziga foyda bermasdan yig'ishtirilmaydigan furgonlik, ichi panerlik tent qildirsa, hujjat o'tadimi yoki unga alohida hujjat qilinadi? Unga yana alohida ariza tashlab turib, demak uni turi o'zgaryapti. Turi o'zgargandan keyin, ya'ni yig'ishtiriladigan tent unga fuqaroga yoqmay qoldi, u furgon tarzda misol uchun o'zgartiradigan bo'lsa, uni yana qayta ariza berib, ariza bo'yicha unga ruxsatnoma berilgandan so'ng u transport vositasiga o'zgartirish kiritishi mumkin. O'zgartirish kiritgandan keyin yana belgilangan tartibda, ya'ni belgilangan muddat ichida transport vositasini qayd etish guvohnomasi, texpasportini almashtirib olish kerak bo'ladi. Xo'p, boshida shu yig'ishtiriladigan tent qo'ydirgan shofyorlarimiz keyinchalik kerak bo'lmasa umuman olib tashlagan holatda yursa, bu hech qanaqa qonun qoida buzilishiga olib kelmaydimi? Olib keladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 125-moddasi 3-qismiga asosan haydovchi jarimaga tortiladi. Ya'ni u transport vositasini qayta jihoz uchun o'zgartirgan, ruxsatnoma olgan, undan keyin u yana chiqarib yuboryapti. Tentlarni misol uchun chiqarib yuborgandan keyin, demak u unga ruxsatnoma olinmaydi. Faqatgina transport vositasini qayd etish guvohnomasini almashtirib olish kerak. Ya'ni o'zgartirganligi bo'yicha olib tashlayaptimi u, misol uchun furgonni yoki misol uchun tentni olib boryapti, ya'ni o'zini holatiga qaytarib qo'yyaptimi, demak u faqat transport vositasini qayd etish guvohnomasini almashtirib olish kerak bo'ladi. Ya'ni o'zidan o'zi yechib qo'yib yurishi mumkin emas ekanda. Mumkin. Bu qoida buzarlik. Qoida buzarlik hisoblanadi. Xo'p, birdaniga hozirgi kunda metan gaz nimamizcha muammo bo'lyapti qish kunida. Shunda ayrim shofyorlarimiz propanni ham o'rnatib olishyapti. Bu o'zini hayotiga ham xavfli bo'lsa kerak-ku, lekin bu qanchalik to'g'ri, bunga hujjat nima qilsa bo'ladimi? To'ppa-to'g'ri. Mana Andijon viloyati hududi bo'ylab o'tkazilayotgan misol kunduzgi, tungi reyd tadbirlarimiz davomida ko'p tushadi bunaqa Kia Bongolar yoki bo'lmasam shu Labo rusumli transport vositalari aynan shu qishki mavsumda, ya'ni qish faslida haqiqatan ayrim holatlarda metan gaz zapravkalarimiz bekilib, ozgina muddatga bekilganda endi biz haydovchini to'xtatib, shunaqa holat aniqlanganda ko'pchilikda aytadigan gapi tirikchilik, endi tirikchilik ilinjida
shunaqa qilishga majbur bo'ldim deydi. Lekin bu qonun bilan belgilangan. Bu noqonuniy. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 22-fevraldagi 86-sonli qarorida belgilab qo'yilganki, ishlab chiqarilgan transport vositasini yoqilg'i turi, misol uchun propan, benzin propan bilan faqat u koreyskiy labolarda shunaqa keladi. Propanni o'zi zavodskoy propan bilan keladi. Bir vaqtda o'zida ikkita gaz ballondan foydalanish taqiqlangan shu 86-sonli qaror bilan. Bu degani Kia Bongo yoki Laboga ham propan ham metan o'rnatib olib, bunday transport vositasidan foydalanish qat'iyan taqiqlanadi. Bu albatta insonni o'zi uchun ham, shu fuqaroni, ya'ni shu transport vositasini boshqarib yurgan shaxsni o'ziga ham, undan keyin mana atrofdagi insonlarning hayotiga ham bu jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Sababi ertaga misol uchun bu ikkita gaz ballondan foydalanib ertaga biron bir hodisa yuz beradigan bo'lsa, u to'g'ridan to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bu qaror bilan belgilab qo'yilgan, ya'ni bir vaqtda o'zida transport vositalariga ikki xil gaz ballondan foydalanish taqiqlanadi. U yo propanda yurish kerak, benzin propan yoki bo'lmasam benzin metanda harakatlanish kerak. Ko'pchilikka qiziq bo'ladi, sababi bundan noto'g'ri foydalansa, o'zi va atrofidagilarning hayotiga xavf bo'ladi. Doim shu narsani haydovchi endi tirikchilik deb turib qonundan chetga chiqib, ertaga bu qonunni bilmaslik hech qaysi insonni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Qonunda belgilangan tartibda, ya'ni shu Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 3-qismiga asosan haydovchi ma'muriy jarimaga tortiladi. Transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtiriladi va bu holat sud tartibida ko'rib chiqiladi. Bizda eng yana bir qiziq savollardan biri Laboga bilsangiz ikkita o'rindiq bor, shu shofyordagi nima yonidagi yo'lovchi. Yuk tashiydigan shofirlarimiz o'zlari bilan arqon, shunga o'xshagan narsalar olib yuradi. Ko'p shofirlarimiz bu narsalarni, yuklarni yoniga qo'yib yurishibdi. Endi hozirgi kunda akkumulyatorni yoniga to'rtburchak idish, sondiq, ya'ni qo'yishyapti. Bu qonunda qanday belgilangan yoki bu sondiqqa hujjat qilsa bo'ladimi? Shu haqida ham ma'lumot bersangiz. Bu bo'yicha ham mana aytib o'tdim, 758-sonli. Bu bo'yicha ham aytib o'tdim, Vazirlar Mahkamasining shu 2020-yil 30-noyabrdagi 758-sonli qaroriga asosan Labo rusumli transport vositasi bo'ladimi yoki boshqa yengil turdagi transport vositalariga qo'shimcha bu siz aytgandek sandiqcha o'rnatish qayta jihoz turida belgilab qo'yilmagan, ya'ni aniq ko'rsatib o'tilmagan. Bu degani bu qo'shimcha jihoz hisoblanadi. Mumkin emas. Bu ham bitta javobgarlikka sabab bo'ladi. Sababi ishlab chiqargan korxona tomonidan ham bu narsa o'zi zavod holatida ham baribir bu narsa bilan chiqmaydi-yu. Endi qaror bo'yicha ham, qaror talabi bo'yicha ham, ya'ni qarorda shu birinchi ilovasida qayta jihoz turlari aniq belgilab qo'yilganda, bu belgilangan tartibdan o'sha chetga chiqish bu qoidabuzarlik hisoblanadi. Bu narsa mumkin emas. Xo'p, bizga chetdan keladigan yuk tashuvchi avtomobillarda xuddi shunaqa sandiqlar mavjudda. Misol plastmassadan yoki temirdan bo'lgan bizda chiqayotgan Labo rusumli avtomobillarda bunday jihoz yo'q. Mana siz fuqaro sifatida shu JM o'z avtosanoat nimasiga, tashkilotiga siz fuqaro sifatida taklif kiritishingiz mumkin. Ya'ni shu Labo rusumli transport vositalarini ishlab chiqarishda qo'shimcha shu mana shunaqa foydali haydovchiga kerak, misol uchun kerakli bo'lgan vositalarni solish uchun shunaqa narsa o'rnatib chiqarsa bo'ladimi degan siz taklif berishingiz mumkin, murojaat qilishingiz mumkin. Sababi bu tashkilotda shikoyatlar, takliflar bo'yicha alohida ko'rib chiqadigan, bularning ham bo'limi bor, mas'ul xodimi bor. Siz fuqaro sifatida shu narsani kiritadigan bo'lsangiz, albatta menimcha bu narsa ko'rib chiqiladi. Agar buni joiz deb topsa, ishlab chiqargan korxona tomonidan birato'la o'sha sondiqchasi bilan chiqarishi mumkin. Zavod o'zi, ishlab chiqargan korxona tomonidan agar bu narsa chiqadigan bo'lsa, bu hech qanday qoidabuzarlik hisoblanmaydi. Hozirgi kunda yuk mashinalarini belgilangan me'yor og'irligi o'lchovi bor. Biz endi ko'p shofirlar shunaqa bo'lsa kerak, bilmayman. Perivalda ishlaydi deb o'ylaydi shuni. Misol uchun 1 tonna 200 lik misol Kia Bongo mashinasiga eng kamida 2 tonna, 3 tonna bilan harakatlanadi. Bu
qanday ishlaydi bizda? Misol uchun faqat perivalda ishlaydimi bu qonun qoida yoki umuman hamma joyda ishlaydimi? Bu respublika bo'yicha ishlaydi. Hozir misol biza viloyatimiz hududida ham alohida yo'l harakati xavfsizligi xizmatini tarozi guruhi deb qo'yamiz. Tarozi guruhi hamda transport boshqarmasini o'zini transport nazorat inspeksiya xodimlari bilan birga hamkorlikda shu asosan xalqaro va davlat ahamiyatidagi yo'llarda reyd, maxsus reyd tadbirlari o'tkaziladi. Ya'ni me'yordan ortiq og'ir vazirli transport vositalarini yo'lga chiqib, ya'ni shu yo'lda qandaydir nuqson bo'lishiga, ya'ni qanaqadir bir yo'lda holatiga ta'sir ko'rsatuvchi belgilangan me'yordan ortiq yuk yuklagan transport vositalari belgilangan tartibda jarimaga tortiladi. Ya'ni yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari hamda avtoyo'l xodimlari, transport nazorat inspeksiyasi xodimlari bilan hamkorlikda reydlar tashkil qilinib, bu nafaqat bizning viloyatda yoki bo'lmasa mana Qamchiq dovonini aytyapmiz. Qamchiq dovonidan tashqari qolgan viloyatlarda ham alohida bu bo'yicha reydlar tashkil qilinadi. Maqsad shu yo'lga misol uchun shikast yetkazmaslik, yo'llar xalqaro va davlat ahamiyatidagi yo'llarga shikast yetkazmaslik, shu belgilangan me'yordan ortiq yuk yuklamaslik va asosan bunaqa reydlarda shu transport vositasini qarorlarda belgilab qo'yilgan yuk, misol uchun yuk ortgan transport vositalari misol uchun yuklarni yopib chiqish, haligi ko'chaga haligi axlat tushib ketmasligiga, shunaqa holatlarga ham alohida e'tibor qaratiladi. Ya'ni ortilgan yukni tushib ketmasligi, yo'lda keyinchalik bir qanaqadir bir hodisa yuzaga kelmasligi uchun ustini qalin qoplamalar bilan, ya'ni brezentlar bilan yopib chiqishi bo'yicha ham hattoki shunga ham urg'u beriladi. Ya'ni unga ham alohida e'tibor qaratiladi demoqchiman. Faqat haligi yukni og'irligi, yengilligiga emas, hattoki ortilgan yukni shu tashqariga misol uchun tushib ketmasligi, keyinchalik yo'lda ifloslantirmasligi bo'yicha, bu bo'yicha ham alohida reydlar bizning viloyatda ham, o'zi respublika hududidagi barcha viloyatlarda bu kabi reydlar doimiy ravishda o'tkaziladi. Har bir Labo rusumli avtomobillarga propan, metan ballonlar qo'yilyapti. Bu shunday bo'lyaptiki, hamma xohlagan joyga qo'yilyapti. Ko'rgan bo'lsangiz, kimdir o'rtarog'iga benzin boyladi, jildirib, kimdir orqa tomoniga, keyin shunday orqa tomoniga qo'yilganda gaz ballon uni himoya qilish maqsadida profildan duga sifatida, ya'ni orqa tomondan nima bo'lganda avariya holati keltirib chiqarganda himoya qilish maqsadida shunaqa dugalar qo'yilyapti. Bu qanchalik to'g'ri yoki metanni Laboda har xil qismiga qo'yishligi bu qanchalik to'g'ri yoki uni ham me'yori bormi bu? Buni me'yori yo'q. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, misol uchun shu transport vositasiga o'rnatilayotgan gaz ballonlarini birinchi navbatda xavfsizligini o'ylash kerak-da. Uni misol uchun o'rtasiga qo'ysin yoki yonboshiga qo'ysin degan joyi yo'q. O'zi belgilangan bo'ladi-yu, uni propan qo'yadimi yoki metan gaz ballon qo'yadimi, shu orqasiga qo'yayotganda uni nima bilan qatiradi, u qanday tartibda, misol uchun tushib ketmasligi uni inobatga olinadi. Har qanday siz aytgandek, biron bir mashina bilan to'qnashganda unga misol uchun qanchalik bu xavflilik darajasini qo'yayotgan uni mutaxassisi, ustasi tushib ketmasligi, keyin shu to'qnashib ketganda uni nima desam bo'ladi, endi yong'in chiqib ketmaslik hisobini olib turib o'rnatish kerak. Siz aytgandek qo'shimcha dugalar, u ham qo'shimcha jihoz hisoblanadi. Sababi u narsa ham qarorda ko'rsatib o'tilmagan. Labo rusumli transport vositasiga orqasiga gaz ballon qo'yganda qo'shimcha duga qo'yish mumkin yoki mumkin emas degan joyi ham yo'q o'zi aslida. Lekin o'rnatayotganda usta ham uni transport vositasini haqiqiy mulkdori, ya'ni egasi ham baribir uni ko'zdan kechirish kerak. Birinchi navbatda xavfsizlik qoidasi. Shu narsaga e'tibor berib qo'yish kerak. Nima demoqchimanki, duga qayta jihoz turiga kirmaydi. Bu yerda savolni analiz etsak, o'zi zavod tomonidan chiqadi u dugasi. Faqat gaz ballon qo'yganda u o'sha u yeriga ishlamay qoladi. Yoki u yeriga o'rnamay qoladi. O'zini vazifasini to'la bajara olmaydi. Shuni hisobiga shakli o'zgargan holatda hozir qilinyapti. Shu duga maqsad shu orqadagi DTP bo'ladigan bo'lsa, shuni oldini olish maqsadida qilinyapti. Ya'ni o'zini zavodskoy u yerga tushmaydi. O'sha gaz ballonni qo'ygandan keyin kichkinada u o'sha ixcham. Hozirgi qo'lbola qilinayotgani shu qanday kerak bo'lsa, shunga moslab qilinyapti bu narsa. Bu narsa qanchalik nimasi
hujjatlashtiriladimi yoki u shunday Yo'q, qo'yilsa bo'ladi? bu bo'yicha qarorlarda aniq tartib belgilanmagan. Ha, belgilanadi. Belgilanmagan. Demak, misol uchun qo'ysa bo'ladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan shu narsa shu gaz ballonni himoya qiladimi? Bu qo'ysa bo'ladi. Bu misol uchun qoidabuzarlik yoki boshqa narsa hisoblanmaydi. Agar ertaga qarorlarga o'zgartirish kiritadigan bo'lsa, albatta bu narsani ham kiritib ketish kerak bo'ladi. Misol aytyapsiz, qo'ygandan keyin o'zini standart zavodskoy holatda u o'rnamay qolishi mumkin. Uni iloji yo'q, переделка qilish kerak, to'g'rimi? Qayta anaqadan qilib, rekonstruksiya qilib uni qo'yish kerak. Xo'p, xavfsizlik nuqtai nazaridan qilinyaptimi bu narsa? Bu chiroy uchun emas, to'g'rimi? Xavfsizlik nuqtai nazaridan qilinayotgandan keyin unga hech qanaqa e'tiroz bo'lmaydi. Endi bir qiziq savollardan yana biri, GAIni videoga olsa bo'ladimi? Bu qonun nima deydi bunga? Albatta bo'ladi. Yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlarini misol uchun video tasvirga olsa bo'ladi, lekin xizmat faoliyatiga xalaqit bermagan holatda. Xizmat faoliyatiga xalaqit bermagan holatda. Oxirgi paytlarda ko'p uchraydi bunaqa holatlar. Yo'l harakati xavfsizlik xizmati, ya'ni yo'l patrul xizmati xodimi bilan haydovchini o'rtasidagi muloqot. Haligi qaysidir fuqaro yaxshi ma'noda, ya'ni qilgan xodimni fuqaroga bo'lgan muomalasi. Haligi muomalasi yaxshi ekan, shu xodimni shunaqa xodimlar ko'paysin deb turib bordi, shunaqa video tasvirga olib to'g'ri ma'noda qo'yadiganlar ham bor. Lekin bor shunaqa xodimlar, ziddiyatli vaziyatlar. Ziddiyatli vaziyatlar, ya'ni haydovchini, misol uchun yo'l patrul xizmati xodimini muomalasi yoki bo'lmasam unga nisbatan qo'llanayotgan ma'muriy bayonnomadan e'tirozi bo'yicha video tasvirga olib bo'lyapti shunaqa holatlar, xodimni obro'sizlantirishga olib keladigan, keyinchalik u videoda asl holatda qo'ymaydi. Montaj qilib ijtimoiy tarmoqlardagi, misol uchun fuqaro o'zini shaxsiy sahifasiga yoki bo'lmasam uni montaj qilib turib ijtimoiy tarmoqlarga tarqatish holatlari kuzatiladi. Bu qonundan noto'g'ri. To'g'ri ma'noda video tasvirga olsa, bunga ruxsat beriladi, faqat xizmat faoliyatiga xalaqit bermagan holatda va xodimdan o'zi video tasvirga olsam bo'ladi. Buni so'rab qo'yish kerak. Video tasvirga olishni so'ragandan keyin xodim bunga hech qanaqa qarshilik qilmaydi agar haqiqatda xizmat faoliyatiga xalaqit bermasa. Bundan tashqari bu videoni ijtimoiy tarmoqlarga qo'yayotganda aytiladi, montaj qilmasdan. Agar nafaqat yo'l patrul xizmati xodimi, ichki ishlar organlari xodimlarini video tasvirga olib, uni obro'sizlantirishga olib keladigan, ya'ni montaj qilib, buni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatgan fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik belgilangan. Yana bir savolimiz, noto'g'ri jarima yozilsa nima ish qilish kerak? Noto'g'ri jarima yozilsa, har bitta fuqaro endi qanchalik qiyin bo'lmasin, haligi o'zini bir diplomat sifatida sal ozgina aqlni ishlatib, haligi urush talashib emas. Bitta haydovchiga nisbatan yo'l patrul xizmat xodimi xo'p, qoidani buzmagan bo'lsa ham sen qoidani buzding deb haydovchiga protokol tuzadigan bo'lsa, ya'ni ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiradigan bo'lsa, agar haydovchini bunga e'tirozi bo'lsa, fuqarolarda huquqi bor. 10 kunning ichida shu qarorni ustidan shikoyat qilishga, ya'ni bizdan yuqori turuvchi organga, prokuraturaga, sudga yoki bo'lmasam o'zimizni yo'l harakati xavfsizlik xizmatini murojaatlar bo'limiga kelib, meni falon kuni, falon joyda mana xodim manaqa qoidani buzmasam ham menga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdi. Men bundan noroziman. Shikoyat arizasini yozadi-da, fuqaroni arizasi 15 kun muddat ichida mas'ul xodim tomonidan o'rganib chiqiladi, ko'tariladi. Ya'ni misol uchun haydovchining o'zida asos bo'lishi mumkin. Video registrator yoki bo'lmasam telefoniga qo'yib syomka qilishi mumkin jarayonda. Bu xodimni body kamerasi, ya'ni maxsus qurilmas body kamerasi ishchi holatda bo'lsa, ishchi holatdaligi u arizaga asosan ko'tariladi. Ikkosi bilan bo'lgan muloqot huquqiy tomonlama o'rganiladi va bunga berib haqiqatan misol uchun qoidani buzmagan fuqaroga nisbatan inspektor bayonnoma tuzyaptimi? U ko'rib chiqilgandan keyin xizmat tekshiruv xulosasiga asosan bekor qilinadigan bo'lsa, bekor qilinadi albatta. Agar haqiqatan qoidani buzmagan bo'lsa, inspektor unga nisbatan noto'g'ri protokol tuzyaptimi, bu bekor bo'ladi. Lekin asoslantiruvchi haqiqatan body kameraga
yoki bo'lmasam o'sha yerdagi kuzatuv kamerasiga tushgan bo'lsa, xodim ham o'zini himoya qilish uchun asoslarni taqdim qiladi. Asoslantirib bersa, o'zini kuchida qoladi. Mana shu yerda yana bir tortishuvli vaziyat bo'lsa, shofyor bilan GAIda o'rtasidagi munosabat shofyorni qoniqtirmasa, u qo'shimcha GAI xodimi chaqirishi mumkinmi yoki qanday o'sha ziddiyatli vaziyatda shofyorlarimizga qanday imkoniyatlar bor? Misol uchun tortishuv vaziyatida GAI xodimi unga nisbatan uni bilimsizligi yo bir narsani bilmaganligi nisbatan o'zini nimasini o'tkazsa, bu yerda shofyorlarimiz qanday chora ko'rishi mumkin? Misol uchun qo'shimcha GAI chaqirsa bo'ladimi? Hali adolat bilan bir nima qilgan yoki qanday bir faoliyat nima qilsa bo'ladi? Endi birinchi navbatda iloji boricha biz mana xodimlarga doimiy ravishda yo'riqnomalarda aytamiz, tushuntiramiz. Ziddiyatga bormasligi fuqaro bilan, ya'ni haydovchi bo'ladimi, piyoda bo'ladimi, velosipedchi, skuterchi bo'ladimi, imkon qadar ziddiyatga bormasligi. Bitta haydovchini to'xtatyaptimi inspektor, uni qonuniy tomonlama u xo'p nima uchun to'xtatdi? To'xtatish sababi qoidabuzarlik sodir etdimi? Yo'l harakati qoidalarini qaysi bandini buzdi? Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi qaysi moddasiga asosan bunga bayonnoma tuziladi? Har bitta narsani huquqiy tomonlama inspektorning vazifasi fuqaroga, ya'ni haydovchiga tushuntirish. Bu bo'yicha mana O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini 2018-yil 1-dekabrdagi 975-sonli qarori bor. Shu qarorda yo'l patrul xizmati xodimini harakat ishtirokchilari bilan o'zaro munosabati hamda maxsus vositalardan foydalanish tartibi aniq belgilab qo'yilganda, inspektor fuqaro bilan qanday muloqotga kirish kerak, qanday muomala qilish kerak, bu yerda fuqaroning ham majburiyatlari, huquqlari bor. Inspektor bilan u qanday muloqotga kirishi kerak, qanday munosabatda bo'lishi kerak. Demak, qoidani buzyaptimi bitta haydovchi, inspektor unga hamma narsani qonuniy taraflama unga tushuntiryapti va unga qanday tartibda mana bayonnoma tuzib, nima holat bo'lganligi bo'yicha to'liq planshet qurilmasiga tushirdi, undan imzo qo'yishini so'rayapti. Shunaqa vaziyatlar ko'p bo'ladi, imzo qo'ymayman men. Qani isbotlab bering. Qani qayda nima qildim, boshqa deb turib inspektor bilan tortishadigan haydovchilar ham bor. Inspektor unga tushuntirdi qoidabuzarligini. Bu agar bosh tortadigan bo'lsa, inspektor buni ogohlantiradi. Agar qo'l qo'yishdan bosh tortsangiz, 2 nafar xolis ishtirokida, men shu 2 nafar xolis ishtirokida sizni qoidabuzarligingizni ularga ham tushuntirib, xolislar ishtirokida bayonnomaga imzo chekib, men baribir buni o'tkazib qo'yaman. Shunda ham fuqaro unga ham rozi bo'lmasdan xodimga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lishi mumkin, tortishi mumkin, kuch ishlatishi mumkin, bo'lyapti shunaqa holatlar ham. Agar kuch ishlatib, xodimni qonuniy talabini bajarmayaptimi? Agar inspektor bir o'zi bu narsani, misol uchun, o'zi eplolmaydigan bo'lsa, qo'shimcha kuch, ya'ni qo'shimcha yaqin atrofdagi xodimlarni jamoat tartibini saqlash, ya'ni PPS deb qo'yamiz, PPS yoki bo'lmasam hududiy profilaktik inspektorni chaqirishi mumkin. Chaqirib, xodimni qonuniy talabini bajarmayaptimi, unga qo'shimcha modda bilan yana bayonnoma tuzib, transport vositasini ham jarima maydoniga qo'yadi-da, bu hujjatlar material to'planib, belgilangan tartibda sudga taqdim qilinadi. Lekin shunaqa vaziyatga bormasligi uchun doim fuqaro ham, inspektor ham bir-biriga xushmuomalalikda, hamma narsani misol uchun to'g'ri qabul qilgan holda bo'ladi. Endalik yengil qoidabuzarlik sodir etsa, hozir misol uchun qonun bilan belgilab qo'yildi, ma'muriy ogohlantirish. 1 yilda 1 marta misol uchun siz haydovchisiz kelyapsiz, remen taqmadingiz. Esingizdan chiqib qoldi. GAI xodimi sizni to'xtatyapti-da, o'zini tanishtiryapti, siz bilan bo'layotgan muloqot bodiy kameraga yozib borilayotgan, hamma narsani tushuntiryapti, hujjatlaringizni tekshiryapti-da, sizni kamchiligingiz, aybingiz xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan kelayotganingiz. Sizga nisbatan bayonnoma tuzaman desa, siz qoidabuzarligingizni tushunib yetdingiz. Haqiqatda xayoldan ko'tarilib qopti, taqmoqdan o'zingizni aybingizni tan olib, hurmatli inspektor, bo'ldi, aybimni tan olaman, bir marta kechiring desangiz, qonunchilikka kiritilgan o'zgartirish bo'yicha inspektorning vakolati bor. Ya'ni sizni xavfsizlik kamaridan foydalanmagan kelganingizni 1 yilda 1 marotaba sizni ogohlantirishga uni vakolati bor. Agar siz aybingizni tan olsangiz, bu qonuniy.
sizni ma'muriy ogohlantiryapman deb turib, bu ham protokol singari sizni ma'lumotlaringiz tushiriladi, siz shunga imzo qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi. 1 yilda bir marotaba beriladi bu imkoniyat sizga. Kechirib yuborsa bo'ladi. Arzimagan shu narsaga ham tortishib, "Voy, remen taqmansiz, voy, xohlasam taqaman" degan narsalar bo'lish kerak emas. Aybingizni bilasizmi? Tan oling. Kerak bo'lsa inspektordan misol uchun bir safar kechirib qo'ying desangiz, shu ya'ni sizni sodir etgan huquqbuzarligingiz kam ahamiyatli bo'ladigan bo'lsa, inspektor sizni kechiradi. Kelgusida misol uchun o'zingizni xavfsizligingiz uchun shu xavfsizlik kamaridan foydalaning, yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Salomatligingiz uchun ham foydali. Ikki og'iz shirin so'z. Ikki og'iz shirin so'z. To'g'ri bo'ladi, haydovchilar hali ertaman uyda yomon kayfiyatda chiqishi mumkin. Yoki bo'lmasam qanaqadir bir stress holatda bo'ladi. Haligi uydagilar kasal edi deydi, boshqa deydi. Shunaqa vaziyatda ham tushunmasdan inspektor unga bayonnoma tuzaman desam, mana shu joylardan urush kelib chiqadi-da. Ko'proq. Endi deydi, o'zi qiylanib turdim, o'zi kreditim bunday bo'lyapti, bu jarimalar oshiqcha deydi. Mana shunaqa arzimagan narsalardan kelib chiqadi inspektor bilan fuqaroda o'rtasidagi ziddiyatlar, tortishuvlar. Lekin har qanday vaziyatda fuqarolar inspektor, yo'l patrul xizmati xodimi bo'ladimi, patrul post xizmati xodimi bo'ladi, profilaktik inspektor bo'ladimi, iloji boricha og'ir vaznalik bilan o'zini misol uchun haq huquqini talab qiladigan odam ham baribir kim bilan qanaqa gaplashishni bilishi kerak. Yana bir ajoyib qiziq savolimiz, GAI uchun eng qiyin vaziyat qaysi bo'ladi? Shofyorlar. Eng qiyin vaziyat mana qoidani buzib qo'yib bir safar kechiring deydigan vaziyat. Yoki bo'lmasam mana bo'ladi. Eng ko'p bo'layotgan holatlar transport vositasini haligi jarimalari bo'lsa yoki bo'lmasam shu qanaqadir MIB bilan bog'liq jarimalari ko'payib qarzdorlik sabab transport vositasi qidiruvga qo'yiladi. Qidiruvga qo'yilgandan keyin inspektor to'xtatyaptimi, transport vositasida qidiruvda deb chiqqandan keyin uni majburiyatiga kiradi, transport vositasini jarima maydoniga qo'yib turish kerak. Endi men bilmabman bu jarima borligini yoki bo'lmasam nima bilan qidiruvga qo'yilgan shunaqa holatlar bo'ladi yoki bo'lmasam hujjatlari qolib ketsa. Hech qanaqa hujjat yo'q. Transport vositasini minib chiqib to'xtatganda hujjat taqdim qilmagandan keyin endi bu ham bitta qo'pol qoida buzalik hisoblanadi. Inspektor unga chora ko'raman desa, esimdan chiqib qolibdi yoki bo'lmasam boshqa mashinamda ketib qolibdi, boshqa degan vajlar. Endi unaqa holatda, ya'ni hujjati qolib ketsa, mashina qidiruvda bo'lsa, inspektor unga hech qanaqa yordam bera olmaydi. Tushunamiz, mashinaning ichida og'ir kasal bo'lsa, oilasi bilan bo'lsa, oilaviy endi mashinaning ichida xotin, bola chaqa bo'ladigan bo'lsa, tushunamiz, bunaqa vaziyatni tushunamiz. Lekin umuman hujjat yo'q, shunaqa qidiruvda yoki bo'lmasam qanaqadir bir qo'pol qoidabuzarlik sodir etib kelayotgan bo'lsa, uni hech qanaqasiga kechirib bo'lmaydi. Qonun doirasida tegishli chorani ko'rib, belgilangan tartibda mashinani jarima maydoniga qo'yish kerak bo'lsa, qo'yiladi, yozilish kerak bo'lsa, yoziladi. Lekin bir safar kechirsangiz bo'ladi-yu, o'zingizni qo'lingizda-yu degan gaplar bo'ladi. Hamma narsani ham misol uchun kechirib olsa, ertaga bodi kameraga hamma narsa yozilib turibdi. Rahbariyat buni nazorat qiladi. Ertaga buni xo'p kechirib olgandan keyin ertaga u xodimni o'zi jazo olishi mumkin. Nimaga sen qoidabuzarni qo'yib olgansan? U inspektorning vazifasi shu ko'chada harakat xavfsizligini ta'minlash. Qoidabuzarlarga qonunchilik belgilangan tartibda tegishli chora ko'rish uning asosiy vazifasi shu. Bu narsani haydovchi to'g'ri qabul qilish kerak. Eng avvalo mashinaga rulga o'tirgan haydovchi tegishli hujjatlariga qarab, u mashinasini qarzi bormi, yo'qmi, endi mashina boshqarayotgan fuqaroda o'zi yo'q. Shuning uchun hujjatlariga qarab yurish kerak. Hozirgi kunda mana bu foto, video radarlarimiz pravasi yo'q mingan haydovchilarga nisbatan jarima qo'llayapti degan gaplar chiqyapti. Shu qanchalik rost? Rost. Aniq bu Vazirlar Mahkamasini mana 2026-yil 30-martdagi 125-sonli qaror bilan tasdiqlandi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi hududida 1-apreldan boshlab respublikamiz hududida o'rnatilgan shu maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik qurilmalari orqali, ya'ni radarlar orqali endilikda tegishli
shu tegishli toifadagi transport vositasini boshqarish uchun haydovchi guvohnomasi yo'q shaxslar yoki bo'lmasam boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxslar shu hududlarda o'rnatilgan kameralarga agar aniqlansa shaxs, ya'ni haydovchi guvohnomasi yo'q fuqaro transport vositasini boshqaradi. U agar shu radarga tushadigan bo'lsa, ya'ni maxsus kameralarga tushadigan bo'lsa, unga nisbatan yashash manzili bo'yicha hududiy viloyat yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasini ma'muriy amaliyot markazi xodimlari tomonidan, ya'ni mas'ul xodimi tomonidan ushbu fuqaroga nisbatan jarima qo'llaniladi. Fuqaro chaqirtiriladi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasiga chaqirtiriladi va unga o'sha qaysi kuni, qayerda, qaysi soatda, qanaqa mashinani boshqarganligi bo'yicha unga aniq foto yoki bo'lmasam shu video tasvirlar dalil isbot tariqasida ko'rsatiladi va unga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartib, ya'ni hozirgi kunda mana ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasi 2-qismiga asosan, ya'ni haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan shaxs transport vositasini boshqarsa, shu modda bilan bayonnoma rasmiylashtiriladi. Hozirgi kunda bazaviy hisoblash miqdorini 5 baravar 2,60 million so'm. Agar u transport vositasi o'ziga tegishli bo'ladigan bo'lsa, shu 5 baravar jarimani to'laydi. Lekin u begona shaxsga tegishli bo'lgan transport vositasini boshqaradigan bo'lsa, shu 5 baravar transport vositasini bergan odamga, ya'ni transport vositasini haqiqiy mulkdoriga va 5 baravar transport vositasini boshqargan shaxsga nisbatan jarima qo'llaniladi. Endi boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxslar yana qayta transport vositasini boshqarsa, ular ham kameralarga tushib qoladigan bo'lsa, ular ham chaqirtiriladi. Ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 135-moddasi 3-qismiga asosan 50 baravar bazaviy hisoblash miqdorini 50 baravar, ya'ni 20,600,000 jarima qo'llaniladi. Ya'ni hozirgi kunda oldingiga o'xshagan holat emas ekanda, chunki demak video fiksatorida pravasi yo'q yoki hujjati yo'q haydovchilar avtomatik ravishda jarimaga tortilar ekanda, shunaqada. Raqamli texnologiya. Hozir mana hamma narsa sekin-sekin raqamlashtirilyapti-yu. Xuddi shuni singari mana ko'chalardan endi to'liq nafaqat yo'l patrul xizmati xodimi, balki shu kameralar nazorati. Kameralar ham qo'shimcha xodimga bu yordam sifatida ko'chalarda shu harakat xavfsizligini ta'minlashga o'zini hissasini qo'shib, shu kameralar nazorat qilyapti bu narsalarni. Hozirgi kunda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda o'zini shaxsiy mashinasini nomerini yechib yoki tez yurib buni videoga olib ijtimoiy tarmoqlarga bemalol qo'yishyapti. Yaqin-yaqindan beri bunga choralar ko'rilyapti. Buni bu yog'iga har biriga keskin choralar ko'riladi shekilli. Bunga nima deysiz? Albatta, so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoq mana kundan-kunga rivojlanyapti. Ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri ma'noda, to'g'ri maqsadda foydalanayotgan fuqarolarimiz ham bor, lekin aksariyat endi ayrim fuqarolarimiz tomonidan shu ijtimoiy tarmoqlarda so'nggi paytlarda nafaqat yo'l harakati xavfsizligi, ya'ni yo'l harakati qoidalari buzilishi, balki boshqa huquqbuzarliklarni ham sodir etgani yetmagandek, bu holatlarni video tasvirga yoki bo'lmasam fotosuratlarga olib ijtimoiy tarmoqlardagi o'zini shaxsiy sahifalariga joylash holatlari juda ham ko'payib ketayotgan respublika bo'yicha. Bu narsalarni ham oldini olish maqsadida, ya'ni ko'chalarda tartib, intizom, harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'l harakati xavfsizligi xizmatini axborot xizmati, ya'ni bizni yo'nalish va qidiruv surishtiruv bo'limi xodimlari, mas'ul xodimlar tomonidan doimiy, ya'ni har kuni monitoring olib boriladi ijtimoiy tarmoqlarda. Telegram, Facebook, Instagram, jamiki ijtimoiy tarmoqlar hamma shu platformalari nazorat qilinadi xodimlar tomonidan. Bizi sohamiz bo'yicha, ya'ni yo'l harakati qoidalari buzilishi bilan bog'liq video materiallar aniqlangan holatda, deylik, mana shu transport vositalarining davlat raqam belgilarini o'z boshimchalik bilan yechib harakatlanish yoki bo'lmasam ruxsat etilmagan qurilmalar, antenna, migalka, sirena kabi vositalarni o'rnatib, buni shu video tasvirga olib ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib joylagan fuqarolarga nisbatan shularni ham shaxsiga oydinlik kiritib, ularni chaqirtirib, qonunchilikda belgilangan tartibda har bitta qoidabuzarligi bo'yicha tegishli chora ko'rilib, kelgusida bu kabi holatlarga yo'l qo'ymasligi bo'yicha kerakli tushuntirish, ya'ni profilaktika ishlari olib borilyapti. Bu narsalar hech qaysi insonga, misol uchun, obro' olib kelmaydi-da. Mashinani nomerini yechib olib yoki bo'lmasam bir qanaqadir xavfli manyovrlar qilib, mana drift qiladi, qizillarni o'tayotganini video tasvirga olib uni joylaydi. Buni misol uchun maqsad nima deb savol bersak, bu savolga javob yo'q.
bu haligi o'zini ko'rsatish. maqtanadigan, o'zini ko'rsatadigan, bu bilan bir faxrlanadigan ish emas endi bu. Bu to'g'ridan to'g'ri inson hayotiga tahdid solish bilan bir xil-da bu ham. Ertaga misol bitta odam shu Qizildan o'tganini o'zi syomka qilib, o'zi joylab, Qizildan o'tayotganda birontasini bir otasi, onasi, farzandi bir o'zini yo'lida yugurib olsa yoki bo'lmasam o'zini yo'lida kelayotgan transport vositasi bilan to'qnashsa ham bu o'lim bilan bog'liq yoki bo'lmasam og'ir turdagi tan jarohat bilan bog'liq yo'l transport hodisasiga olib kelishi mumkin yoki bo'lmasam o'zini hayotiga jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Bu yo'l o'yin maydoni emas bu. Har bitta fuqaro misol uchun birinchi navbatda yo'lda yurganda o'zini ham o'ylash kerak, atrofdagi insonlarni ham o'ylash kerak, hurmat qilish kerak. Internetda bu mashhurlikka erishaman, bu layk yig'aman yoki obunachini ko'paytirish maqsadida qildim degan gaplar ham bo'ladi. Endi yoshlardan chiqadi bunaqa narsa. Bu obunaching senga nima qilib beradi? Ertaga senga biror narsa bo'lsa, shu 1000 ta obunaching bo'lsa, seni kelib shifoxonadan xabar olmaydi seni hech kim. Ertaga biror narsa bo'lsa, senga joni achiydigan faqat ota-onang, oilang bo'ladi, xolos. Yaqinlar. Undan ko'ra sen yaxshi narsalarni targ'ib qilgin deyman men ko'proq. Maqsad nima? Maqsad shu yo'llarda misol uchun har bitta inson shu bir-birini, ya'ni harakat ishtirokchilari, haydovchi piyodani, piyoda haydovchini hurmat qilib yurish kerak. O'zbekiston Respublikasi qonunlarini hurmat qilib, qoidalarga amal qilib yuradigan bo'lsa, bu har bitta insonni cho'ntagiga ham, sog'lig'iga ham foyda bo'ladi. Yana ko'pchilik qiziqtirgan savol body kamera haqida. Body kamera ko'pchilik internetlarda ko'ryapmiz. Body kamerangiz ishlayaptimi? Qizil nuri yonmayapti-yu deydi. Bu qanchalik ko'pchilikni qiziqtirgan narsasi, haqiqatda buni ishlatmagan holatda ham olib yursa bo'ladimi? To'g'rimi shu narsa yoki u ishlasa ham u qizil nimasi migalkasi yonmaydimi? Shu ko'pchilikning nimasi savol bo'lib turibdi-da. Xo'p, bu narsa ham Ichki ishlar vazirining tegishli buyruqlari bor. Ya'ni xizmat olib borish paytida xodimlarda shu maxsus vositalarda to'liq holatda bo'lishligi. Ya'ni body kamerasi bormi? Body kamera to'liq ishchi holatda bo'lishi kerak. Ishchi holatda bo'lishi kerak. Xizmat faoliyati davomida har bitta misol uchun fuqaro bilan bo'layotgan munosabati, uni ko'chada harakat xavfsizligini ta'minlayotgan holati, har bitta narsasi yo'l harakati xavfsizligi xizmatini shu monitoring, ya'ni aloqa bo'limi tomonidan misol uchun tekshirib turiladi. Har bitta xodim uchun biriktirilgan bu body kameralar eng ko'pi bilan 12 soatga misol uchun quvvati yetadi, ishlaydi. Bu misol uchun qizil bo'ladimi, ko'k bo'ladimi, uni chirog'i misol uchun xo'p yonib turadigan ham bor, yonmasdan turadigan ham bor. Buni har xil bo'ladi. Yonib turadi. O'chib turgan holatda ham bu nimaga ishlayveradi? Ishlayveradi. Misol uchun uni body kamerasiga e'tiroz qiladigan fuqaro nima uchun e'tiroz qilishi mumkin? Qoidani buzib turib, qoidani buzmadim, body kamerang ishlamayapti ekan deb turib tortishadigan holatlar ham juda ko'p bo'ladi-da. Xo'p, senga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdi. Rasmiylashtirgandan keyin body kamerasi ishlamayapti deb turib shu xodimning ustidan misol uchun shikoyat ariza qilib beradigan bo'lsa, fuqaro bu belgilangan tartibda o'rganib chiqiladi. Haqiqatda body kamerasi misol uchun ishlamayapti, xo'p. Ishlamayotgan holatida bayonnoma tuzibdi. Noto'g'ri bayonnoma tuzganligini isbotlash uchun. Ya'ni shunaqa holatlarda agar u body kamerasiga e'tiroz qiladigan bo'lsa, xodimning ustidan misol uchun shikoyat qilsa, shikoyat tartibida, ya'ni ariza tartibida u narsa ko'rib chiqiladi. Xodim body kamerasi ishchi holatda xizmat olib boryaptimi yoki u ishsiz bo'lsa ham xizmat olib boryapti. Bo'ladi. Misol uchun quvvat tugab qolishi mumkin. Quvvat tugab qolgan paytda ham u xizmat olib boraveradi. Lekin quvvat tugab qolgandan keyin u agar ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirsa, u agar fuqaro e'tiroz qiladigan bo'lsa, u belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi. Ko'rib chiqiladi. Haydovchi qonun qoidani buzsa, GAI xodimi bunga chora ko'rib nimasini rasmiylashtirsa, ya'ni planshet orqali ayrim shofyorlarimiz menga nima qog'oziga rasmiylashtirib bering deyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'rib qolyapmiz. Bu holatda bizda yo'q, bizga berilmadi. Hozir manaqa nimaga o'tib ketdik biz degan vajlar keltirilyapti. Bu qanchalik to'g'ri yoki haqiqatda o'tdikmi shunaqa nimaga? Yo'qmi hozir qog'oz? Elektron, ya'ni
planshetlarga o'tildi, lekin qog'oz ma'muriy bayonnoma hali bekor bo'lgani yo'q. Agar yo'l patrul xizmati xodimi qoidabuzar haydovchini to'xtatib, unga elektron tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman deganda, fuqaro agar e'tiroz qilsa, yo'q, menga elektron emas, yozma ravishda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib ber desa, inspektor majbur qog'oz protokol, ya'ni qog'oz ma'muriy bayonnomaga bu haydovchini qoidabuzarligini rasmiylashtirishga. Agar oldida bo'lmasa, uni olib keltiradi. To'g'ri, misol uchun hozir juda haligi endi kamdan kam qog'oz ma'muriy bayonnoma rasmiy so'raydigan haydovchilar. Lekin agar e'tiroz qiladigan bo'lsa, inspektor qog'oz protokolni ma'muriy amaliyotdan olib keltiradi, yozib beraveradi anaqasiga, fuqaroga, agar u talab qo'ysa shunaqa. Ha, ya'ni majbur ekanda, to'g'rimi? Lekin bu qog'oz protokol ham, elektron ma'muriy bayonnoma ham bir xil kuchga ega. Agar aytdim-ku, tuzilayotgan ma'muriy bayonnomadan fuqaro e'tiroz qiladigan bo'lsa, bu 10 kunning ichida, mana elektron ma'muriy bayonnomani tuzgandan keyin ham ertasi kuni qog'oz protokolga yozsa ham baribir boradi shikoyat qilgan. Elektron ma'muriy bayonnomaga tushirib qo'ygandan keyin ham ertaga borgandan keyin shu bayonnomani qo'liga qog'oz shaklida chiqarib beradi. Shu qarordan men noroziman deb turib, misol uchun o'zini shikoyatlarini bemalol keltirishi mumkin. Xohlasa prokuraturaga, xohlasa sudga, xohlasa o'zimizga, misol uchun rahbariyatga yozishi mumkin. Shu fuqaroni xatti-harakatidan, menga tuzgan bayonnomasidan noroziman deb turib, qaror bilan birga yozib bersa bo'laveradi. Albatta, bu qog'oz protokol bo'lishi shart emas. Ikkovsi ham bir xil kuchga ega. Agar e'tirozlari bo'lsa, shu planshetga ham e'tirozini kiritib qo'yishi mumkin. Ha, faqat qog'ozga emas. Hozir mana rivojlanib ketdi. Hattoki inspektorlarga berilgan planshet qurilmasi ham audio yozuv, ya'ni ikkovsini bo'layotgan muloqotda audio yozuv orqali yozib olinadi. Siz bilan men qilayotgan muloqotim planshetda sizga men bayonnoma tuzayotgan bo'lsam, shu planshetda audio zapis ham ketadi. Siz bilan bo'layotgan muloqotimiz audio zapisga yozib boriladi. E'tirozi bo'lsa bemalol gapirishi mumkin. Xohlasa planshetga yozib berishi mumkin. Bu qabul qilinadi, bu e'tiroz ham. Albatta qog'oz protokolga yozish shart emas. Hozirgi kunda skuterlar qaysi toifadagi skuterlarga prava olish yoki nomer taqish majburiy bo'lib qoldi? Xo'p, moped skuterlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 8-iyulda 393-sonli qarori tasdiqlangan. Ya'ni foydalanishda bo'lgan moped va skuterlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, ularning ham tegishli toifadagi haydovchi guvohnomasi bilan boshqarish bo'yicha shu qaror tasdiqlangan. Bundan keyin bu qarordan keyin mana 2025-yil 25-oktyabrda Vazirlar Mahkamasining 676-sonli qarori tasdiqlandi. 393 ga o'zgartirish kiritildi. Ya'ni moped va skuterlarni har xil turi chiqib ketgan hozir. Xitoydan keltirilyapti. 393-sonli qarorda belgilab qo'yilganki, konstruktiv tezligi 25 km/s va undan ortiq, lekin 50 km/sdan oshmaydigan. Uni elektr quvvati 0.125 kW va 0.125 kW va undan ortiq, lekin 4 kW dan oshmaydigan. Quvvati elektr dvigateli 25 cm3 va undan ortiq, lekin 50 cm3 dan oshmaydigan barcha turdagi elektromopedlar, skuterlarni davlat ro'yxatidan o'tkazib, ularga ham nomer texpasport, ya'ni transport vositasini qayd etish guvohnomasi hamda davlat raqam belgisini olish tartibi belgilandi va uni A toifadagi haydovchi guvohnomasi bilan boshqarish tartibi belgilangan 393 bilan. 676-sonli qaror bilan shu moped va skuterchilarga yanada yengillik, qulaylik yaratish maqsadida qo'shimcha o'zgartirish kiritildi. Ya'ni bunda moped va skuterlarni boshqarish uchun faqat A1 toifadagi haydovchi guvohnomasi bor hamda 16 yoshga to'lgan shaxs va undan yuqorisi A1 toifadagi haydovchi guvohnomasi bilan yoki kimdadir misol uchun A yoki B, C, D toifadagi haydovchi guvohnomasi bo'lsa, A1 toifadagi namunadagi haydovchi guvohnomasi talab etilmaydi, shart emas. Sizda bo'lishi mumkin B yoki BC. A kategoriya ham bo'lishi mumkin. Sizda agar shu kategoriyalar bo'lsa, ya'ni shu toifadagi haydovchi guvohnomangiz bo'lsa, siz moped va skuterlarni boshqarib yurishingiz mumkin. Moped va skuterlarda ham shu maxsus motoshlemlardan foydalangan holda ular ham
yo'l harakati ishtirokchisi sifatida belgilangan tartib qoidalariga amal qilib yurishi kerak. Endi qaysi turdagi moped va skuterlarga nomer olishi, ya'ni nomer texpasport olishi shart emas. Bular faqat shu maksimal, ya'ni konstruktiv tezligi 25 km/soatgacha chiqadigan. 25 gacha, eng maksimal tezligi shu 25 km/soatgacha chiqadigan haligi kichkina yengil skuterlar ham chiqqan. Shu skuterlarga nomer texpasporti shart emas. Lekin ularda shu A1 toifadagi haydovchi guvohnomasi bo'lishi kerak. Unga ham avtomaktablarda o'qish shart emas. O'zi mustaqil ravishda, misol uchun uyda kitob o'qib yoki bo'lmasam shu internetlar orqali mustaqil ravishda tayyorlanib, imtihon markaziga borib, shu A1 toifadagi A1 toifadagi haydovchi guvohnomasini olish uchun imtihon topshiradi. 20 ta testdan 16 tasiga to'g'ri javob bersa, u imtihondan o'tgan hisoblanadi, sertifikat beriladi va davlat xizmatlariga kelib, to'lovlarini qilib, A1 toifadagi haydovchi guvohnomasini olishi mumkin. Oson. Faqat u ozgina tayyorlanish kerak. A1 toifadagi haydovchi guvohnomasini olish uchun faqat shu moped va skuterlar bo'yicha savollar tushadi unga. Yo'l belgilari, yo'llarda harakatlanish tartibi bo'yicha oson, sodda savollar tushadi. Shu imtihonlardan o'tib, agar moped, skuter boshqaradigan shaxs bo'lsa, shularda bu hujjat bo'lishi kerak. Agar bu tegishli hujjatlarsiz boshqaradigan bo'lsa, ko'chada moped, skuterlarni yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatilib, unga qonunda belgilangan tartibda tegishli chora ko'riladi. Biz nima uchun bu qarorlar ishlab chiqildi? Sababi O'zbekiston hududiga ham juda ham ko'p moped va skuterlar kirib keldi. Bu fuqarolar uchun juda ham qulay transport vositasiga aylandi. Yengil, uzoqni yaqin qiladi, haligi bir modelda qolib ketib, shunaqa bo'lmaydi. Hamma uchun qulay bo'ldi. Lekin ayrim fuqarolarimiz bu transport vositasidan foydalanganda ham qoidalarga amal qilmasligi, ya'ni tartibsiz yurishi oqibatida yo'l transport hodisalari ham ko'payib ketdi. Bu qarorlar shu turdagi transport vositalarining harakatini tartibga solish uchun chiqarildi. Ya'ni buni ham boshqarish uchun o'qish kerak, qoidaga amal qilish kerak, ko'chada yurganda o'zini ehtiyot qilib, boshqa harakat ishtirokchilariga ham xalaqit bermagan holda harakatlanish uchun bu qarorlar, ya'ni bu tartiblar belgilandi. Nimagaki mana o'zimizda, ya'ni Andijon viloyatida juda ham ko'p mana tumanlarga chiqsak ko'ramiz, yosh maktab o'quvchilari o'zi yoki 3 tadan 4 tadan mashinalarni mindirib olib katta yo'llarda yurishi, bu juda ham xavfli. Bular bilan bog'liq avtoavariyalar ham bo'ldi mana. O'lim bilan bog'liq, og'ir turdagi tan jarohat bilan bog'liq. Shuning uchun mana bularga ham qarshi alohida reydlar boshlandi. Ya'ni 16 yoshga to'lmagan, hujjati yo'q shu transport vositasini boshqarayotganlarga keskin chora ko'rilyapti. Nimagaki ertaga shu ko'chalarda biron bir baxtsiz hodisa bo'lmasligi uchun shu ishlar amalga oshiriladi. Biz hamma savollarimizga chiroyli va aniq javob oldik. Buning uchun Abdumajid sizga rahmat. Xudo xolasa kelgusida yana xuddi shunga o'xshash podkastlar o'tkazamiz. Ushbu podkastimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni bildirishingiz mumkin. E'tiborlar uchun rahmat.